tortib ko'ryapti. Mashinani tepib yotibdi. Pistec. Qarang. Urib yotibdi mashinani. Urib yotibdi. Voy yiban. Qani? Ona mana Boqchi. ichib olgan kayb. Tepib urib yotibdi mashinani. Ana ruchkasini sug'urib olgan bu yoqqa mashina ruchkasini. O'g'irlik qotdimi? Yo'q, hamon o'zini mashinasi qulflanib qolgan. Kalitini topolmayapti. Ketgani biroq kelmaydi-yu. Qarang. Просто signalizatsiya ishlab ketgan bo'lardi agar birovning mashinasi bo'lgan, to'g'rimi? Pultdan to'xtatadi-yu, men ishlasa ham. 16-may shanba kun. Mana kechqurun soat 12 da ishdan kelib shu yerga mashinamni qo'ydim. Mashinamni pachoq qilib ketishibdi. 4-etajda qo'shnilar ko'rgan, rasmlar olgan. Mashina o'zi kredit edi. 4 yildan beri. 3 yillik kreditga oldim, 2 yil to'ladim, 1 yil qoldi. Qanday odamlar bor ha? Aka. Ochmoqchi bo'lgan, nima kerak bo'lgan? Hayronman. Yo'q aka. Kecha eshitdim taqillayotdi. U birovni mashinani uryapti deb o'ylamadim-da. Keyin mana yerda bir amaki tepada bir amaki so'kdi. Bir qizig'ib ham qaramabman, men ko'nglim to'xtab edi. Bir dushmanim bo'lmasa, kimdir bir burnimni qonatgan joyim bo'lmasa, o'zim taksi qilaman. Qarang aka, hozir uchastkoga keladi-da, bir menga guvohlik berish kerak-da. Mana 25 ta turaman, mana to'g'rida turaman. Nahotki bir qiziqib qaramabman, ha? Sezdim men. Endi men o'ylamabman-da. Eshitildi taqillagan, eshitildi. Signalizatsiyam ishlamadi boyagi pultni nimasi. Kameralar chapga qaratib olganda. İşlamaydimi?